20 million pul kerak aka, mana shu tillarni hisoblab beringchi. 20 million? Bo'ldi aka, hisoblab beramiz. Xo'p, ko'ringchi narsalaringizni. Nimaga kerak bo'lyapti o'zi sizga 20 million? Kontraktni to'lashim kerak aka. Kontraktingizni to'lashingizga bo'ldi aka, hisoblab beramiz. Xo'p, probalari 585 ekan. Xo'p, uzuklaringiz ekan, brasetingiz ekan. Bu uzugingiz probasi ham 585. Xo'p, qarang aka, mana bu uzugingizni toshi bor ekan. Mayda toshlar buni minus qo'yaman. Mana bularningizni hech narsasi yo'q, bularni o'pshi bitta hisoblayman. Qarang. Mana bu uchalasini izzalar hisobida olib qolaman. 1 grammini aka sizga 1 million 100 dan qilib beraman. Mana buningizni toshiga minus qilib, lomga hisoblab 1 million 70 mingdan qilib beraman aka 1 gramm. Tushib ketdi aka narxlar. Shunaqa aka. Kecha mana shu narsalarni 1 million 170 dan olib deydi aka. Instagramda ko'rib ketyapti-da, yoniga. Shunaqa tushib ketib qoldi aka. Kecha eshitdim, lekin shu Instagramda tushib ketishi ehtimoli bor deb aytdinglar. Shunaqa tushib ketib qoldi aka. Hop, qarang sizga hisobni. Kecha sotganingizda lekin grammini 70 mingdan qimmat olardim aka. Hop, qarang 19.03 bularni aytganimdan 1 million 100 dan qilib beraman aka. Hop. 20 million dedingiz-a? Shunaqa aka. Qarang, mashinalaringiz o'zi 20 million 933 ming bor ekan. Mana 21 million bo'ladi hammalaringiz. Tushib ketadi-da 20 million. Hali bu o'zingiz hisoblamang. Hop, 3.03 toshiga aka 0.25 olib tashlayman. 278 ga hisoblayman. Mana bu toshlarga olib tashladim aka. Hop, buni aytganimda 1 million 70 dan qilib beraman 1 grammini. 2 million 974 ming bo'ldi. 3 million qilib beraman. Qarang, 21 million. Hop, plus 3 million. Общий summa aka bizda 24 million bo'ldi. Bo'ladimi aka? Bo'ladi aka. Hop, qarang endi kakaslarni sanoatidan bu yerda 20 million. Men sizga hozir yana 4 million bersam bo'ldi. Mana aka, bu yerda 4 million, общий aytganimda 24 million. Aka, rahmat katta. Sog' bo'ling aka, charchang. Bo'ldi aka, xizmat o'tib kelavering shu yerdan. Agar sizlarni ham shunaqa tillar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.